Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlarga tashqi ko'rinishidan qasrni eslatib o'radigan obyektimizda, ya'ni kvadrat metri 900 kvadratga yaqin bo'lgan obyektimizda qilinayotgan santexnika ishlari bilan birma-bir tanishtirib o'tmoqchiman. Xo'p, boya aytib o'tganimdek, obyektimizda 3 qavatli ofis kvadrati hisoblasa 900 kvadratga yaqin bo'lgan uchastka. Endi 900 kvadrat o'zingizlar tasavvur qilaveringlar. O'yindan hozirgi vaqtda o'rtacha uchastka 200-300 kvadratli hisoblanadi. Xo'p, obyektimizning isitish tizimida ham teplый pol, ham batareya, ham multipolni konvektor qo'yganmiz. Mana shu yerimizga konvektor bo'ladi, joyini chiqarib ketganmiz. Ishimizning sifatiga o'zingizlar ham baho berishinglar mumkin. Xo'p. Obyektimizda ofis hisoblasa 8 taga yaqin sanuzil mavjud. Bitta sanuzil ko'rsatib o'taman. Dushga tochka chiqarganmiz, installyatsiya qo'yganmiz. Rakvinaga tochka chiqarganmiz, sanuzilimiz mana shunaqa holatda. Teplый pol turbalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Har bitta xona o'zi kollektorimizdan pramo xonaga keladi, turbalarimiz tarqaydi. Ya'ni mana shu xonaga kelayotgan teplый polimiz faqatgina shu xona uchun xizmat qilib beradi. Mana bu ishchi sifatni tushunadi baribir. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. Kollektorimizga baho berishingiz mumkin. Dit bilan akkuratlik qilib tarab qo'yganmiz. Yana bitta sanuzilimiz qorong'u ekan, o'zi ko'rinayotganimiz sal ko'rsataman. Installyatsiya qo'yganmiz, dush bo'ladi, rakvina bo'ladi. Qisqasi, mana shunaqa holatda mana shu joyimizga rakvina qo'yamiz. Mana shu koridorimizdan tomoni qo'shni uyi ochiq taraf, shuning uchun mana shu yerga bitta batareya qo'yganmiz. Bu tomonga ham bitta batareya qo'yib o'rganmiz. Детский spalni. Ikkinchi qavatda frachka, ya'ni kirayotgan xona, stiralkalarimiz mana shu yerda bo'ladi. Ikkita stiralka bo'ladi. Stiralka xona o'zi ham adashmasam 2 dan o'sha 2,5 ga bunaqasi 4 metr, ya'ni kvadratni o'zingizlar bilasizlar, hisoblab olasizlar. Rakvina qo'yib ketganmiz, tochka chiqarganmiz. Hammasi proyekt ham dizayn asosida bo'lmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda kollektorlarimizni taraganmiz. Menga ham yoqqani bitta spalning o'zi deyarli 80 kvadratga yaqin, qaranglar. Mana shu master spalni, mana shu alohida xonasi, katta xona. Xonadan keyin yana bitta xona, bu tipa garderob sifatida shunaqa xona ekan. Lekin niyat qildik, mana shunaqa katta. Baribir xona kerak, odam charchaydi, boshqa qiladi. Charchab kelgan vaqti, misol uchun, kichkinagina xonaga odam baribir bo'g'ilib qoladi. Shuning uchun bitta mana ikkinchi xonasi. Endi kiyimlar bu narsa turadi, xudo xolsa. Xo'p, obyektimizning sanuzili, endi bizga bu xonalarni tushuntirishga bizga baribir uncha tushuntira olmaymiz, sababi hamma o'zini ishini qilgan yaxshi. Biz mana shu joylarni baribir yaxshi tushuntiramiz. Sanuzilimiz ikkita katta rakvina bo'ladi sanuzilimizga. Bitta installyatsiya qo'yib berganmiz. E'tibor qilsanglar, yuzlik turbalarimizni tepaga chiqarib o'rganmiz. Ko'rishingiz mumkin, dosh bo'ladi. Installyatsiya qo'yganmiz. Rakvinalar, qisqasi shunaqa gaplar. Taraflarni installyatsiyani tagiga qo'yib ketganmiz. Mana shu holatda qilib. Har bitta xonamiz har doimgi holat. Polni, krasini, kommunikator termosasi orqali boshqaramiz. Batareyani ham shu kommunikator termosasi orqali xudo xolasa boshqaramiz. Batareyalarni qo'ymadik, sababi sovuqlarimizda tekis emas, mabodo maylar kelib buni boshqadan rodbon qilaman desa, biz batareyani yana yechishimiz kerak edi. Shuning uchun biz batareyalarni qo'ymasdan montaj qilib, ertaga stechkani qo'ramiz. Maylar akalarimiz kelib, bo'ldi, xona ma'qul menga deydigan bo'lsa, maylar qilamiz. Batareyalarni ochib bir kunda hammasini qo'yib beramiz. Ishimizda mana shunaqa holatda pastki qavatlarimiz ham bor. Xo'p. Mana bu birinchi qavatimiz. Kanalizatsiya turbalarimizni hammasini shu mechalarga chiqib ketganmiz. 2 sloy devor cheqilayotgani ham 1 sloy shu mechalarga qilganmiz. Kanalizatsiyaning umuman ovoz xudo xolsa eshitilmaydi. Tak. Yana bitta sanuzilimiz, bu sanuzilimiz ham ancha qorong'u ekan.
Xo'p, yoqib o'g'ramiz svetni. Alohida video qilib ko'rishingiz mumkin. Kuxnyamiz. Mashina holatda kuxnyamiz. Ovqatlanadigan joy bo'lgan ekan. Yana bitta xonamiz. Kollektorimiz. Yana bitta spanimiz. Yana bitta sanavchilarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Mashina holatda. Anti orgaslar bizdan boshqa qanchagina usul ishlayapti. Kiyimlarni, narsalarni qo'yib qo'yishgan. Ya'ni tashqariga chiqib deyish bizga nohaqlik bo'ladi, shuning uchun indamaymiz, lekin Xudo xohlasa stechkaga obyektimiz tappa tayyor. Ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin ishimizning sifatiga. Obyektimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, mana shuni ayamaslar, mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kimga murojaat qilishni o'zingizlar bilasizlar. Kuzatishda davom etinglar. Obyektimizda bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol javob berishingiz mumkin. Biz qo'ldan kelgan javob beramiz.